Urganch Univermarkı Xitoydan doğru Ercha zavodni o'zini buribmiz do'stlar. Bilasizlar, har yangi yilda Urganch Univermarkında Erchalarning assortimenti ko'p bo'ladi va narxlari arzon bo'ladi. Buning sababi aynan biza Xitoyning o'zi bilan zavoddan to'g'ri zavodni o'zi bilan ishlashamiz. Bu jarayonda akalarimiz bular hammasi Xitoylik. Ni hao. Hammasi Xitoylik bular. Dedi Erchani shoxalarini paketlash jarayoniga yetibdi. Keyin buni Erchani ustuna qistiradilar. Erchani shoxasati ustuna qistiradilar yana. Birma-bir ishida paketlab o'tiribdilar yana. Jarayonda ular chaqqonligini e'tibor etinglar. Kuni bo'yi shu ishni aytib o'tiradi bular yana. Boshqa hech ish etmaydi. Keyin bu tarafdan mana shu Erchani shoxlarini paketga o'rash jarayoniga yetibdi. Xitoyliklar haqiqatda dinmidi desa ishonmasaydim, haqiqatda dinmini ishiga ekan bo'lardim, lekin yodlaringizda bo'lsa, biza o'tgan yil o'zimizni Toshkentdan chiqib turgan Ercha zavodlarini ko'rsatdik va ulardan jarayon shunday edi. Bilishim bo'yicha o'zlarimizdagi Erchalar ham bundan qolishmagan texnologiyalar bilan, bundan qolishmagan ishchilar bilan zavoddan chiqib turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni vazifasini tushuntiraman. Bu ena yeshinchik hamma yam-yashil bo'lgan Erchani shuni tushuntirajakman, shuni tushuntirajak. Hozir bittaning bu jarayonni o'taman. Endi tushuntiraman, go'nggo'k Ercha, hech yerimda dog'i narsa yo'q va buni ena o'tiradi, oqatib, qoratib o'tiribdi. Ko'rdingizlarmi? Erchani shoxlarini qorlayib o'tiribdi. Va buni keyin bunda paketlaydilar. Va bu jarayondan keyin to'g'ri Ercha yasash uchun o'tirib beradilar do'stlar. Shunday texnologiyalar hammasi qo'l mehnati, deyarli qo'l mehnati bo'lib turibdi bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana Erchalarni ajoyib etib pakovkaga o'tirib turibdilar. Shu o'zlarimizdagi texnologiyalarga o'xshab chiqarib turibdilar.